Assalomu alaykum azizlarim, barchangizga xayrli kech. Xayrli kech. Anchadan beri hammomimda, vannamda video olmadim. Parvarishlarimni yuz haqida maslahatlar bermadim, bilaman. Ozgina erinchoq bo'lib qoldim. Yo'q, yuz parvarishiga erinchoq emasman. Hech qachon aslo buni yo'l qo'ymayman. Faqat video olishga ozgina to'g'risi erinchoq bo'lib qoldim. Demak, endi hozir bundan oldingi qo'ygan videolarimda ba'zi bir ikkita ayollarimiz yozishibdi. Endi yuzga hamja unaqa ba'zan yoqmaydi-da, qarayverish, ajini bor deyapsiz, boshqa deyapsiz, u ayollar har doim ham vaqtimiz bo'lmaydi yoki menimcha shunaqa ham yozishgan, menimcha juda bir oro berib yuborish, o'zini yaxshi ko'rib yuborish, slishkom yuziga qanaqadir mehr berish, vaqt ajrataverish, o'zini juda ham haddan tashqari yaxshi ko'rishga kiradi va bu menimcha noto'g'ri. Ko'proq Allohning zikri bilan yashashimiz kerak, ko'proq Qur'on tilovat qilishimiz kerak. Qur'on tilovat qilishimiz kerak, duolarimizni qilishimiz kerak, namozlarimizni o'qishimiz kerak, oilamizga qarashimiz kerak deganlar. Men to'g'risi bu narsaga ozgina o'zimni kichkinagina fikrimni bildirmoqchiman. Demak, qarang, mana uyingizga odam keldida, siz uyingizga oro bermoqchi emassiz, uyingizni yig'ishtirmaysiz, boshqa qilmaysiz, endi baribir qilib qo'yasiz, конечно. Uyingizga kelgan odam sizdan so'ramaydi, endi keladi, uyingiz ivirsib yotibdi. Lekin siz Qur'on o'qiyapsiz, Qur'on tilovat qilyapsiz, siz zikrlaringizni qilyapsiz-da, masalan, hammasini joy-joyida qilyapsiz. Duolaringizni ham, boshqasini ham-da, lekin uyingiz haligida ivirsib yotibdi. Kelgan odam, "Voy, молодец, bu Qur'on tilovat qilayotgan ekan, o'shaning uchun uylari bunaqa, hech qisi yo'q, shart emas uyga mehr berish, uyga qarash, asosiysi Allohning zikri." Da, birinchi o'rinda har doim. Lekin bu degani ikkinchi, uchinchi o'rindagi narsalar yo'q degani emas. Demak, uyimizni ozodaligi, yuzimizni ozodaligi, xonamizni, hammomimizni ozodaligi, hattoki hojatxonamizni ozodaligi, masalan, bu hammasi ayol kishini ichki dunyosi, Allohga bo'lgan mehr, muhabbatini va unga berilgan omonatni asrab avaylashini bildiradi deb o'ylayman. Chunki bu omonat-ku, o'rtoqlar, yuzimizga parvarish, tishimizga parvarish qilish, uyimizni saranjom sarishta qilib qo'yish, masalan, hammasi o'ylaymanki, bu bizning vazifamiz. Buni qilishimiz shart. Masalan, men aytmoqchi emasman, yoshingizdan yosh ko'rinishga harakat qiling, tam 60 yoshmisiz, 40 yoshga harakat qiling, torttiring, yuzlaringizni kesing, tiking, boshqa qiling demayman. Oddiy, mayli kosmetologga ham bormang, mayli, bormang. Men unga ham anaqa emasman, hatto yuzni vitaminlar bilan oziqlantirib turish, yuzni tozalatib chiska qilish, masalan, yuzni o'lik terilarini chiska qilish, masalan, yuzni o'lik terilarini olib turish, bu o'ylaymanki dinimizga shirk keltiradigan narsalar emas. Xo'p, ularni qilmang kosmetologiyani-da, lekin yuzga parvarish o'ylaymanki bu har bir insonni, bandani majburiyati. Bizga berilgan omonatni asrab, avaylab, chiroyli holatida egasiga topshirish. To'g'rimi? Masalan, o'sha 70 yoshda ham, 80 yoshda ham tasavvur qiling, nurli, fayzli bo'lish. Bu degani, nurli, fayzli degani botoksli qildirib tashlash, lablarni ishirib tashlagan, yuzni hamma joyini ishirib tashlashga emas. Bu degani yuzingiz oziqlangan, yuzingiz toza, cho'rni tochkalari yo'q, nafas olyapti, kislorod kiryapti ichiga, masalan, yuzingiz sizga rahmat etyapti, nurli, fayzli bo'lib turibdi, masочкалaringizni surib qo'ydingiz, yoshingizga nisbatan oldin polni hamma yo'ni yig'ishtirib, shkaflarni taxlaysiz, keyin changlarni artasiz, oldin lustralarni artasiz, changlarni artasiz, pardalaringizni qoqasiz, hamma chang pastga tushgandan keyin pilisos qilasiz, pilisosdan keyin pol artasiz, to'g'rimi? Keyin musorlarni olib chiqib tashlaysiz. Shunaqa narsa yuzimizda ham bor. Uhud doim bo'lishi kerak deb hisoblayman. Bilaman, ko'p gapirib yordim. Gapim ko'p gapiradigan yuz haqida to'g'risi juda ham ko'p. Chunki menga yozadigan ayollarning aksariyatini o'qib xafa bo'lib ketaman. Keladigan ayollarning yuzini ko'rib xafa bo'lib ketaman, to'g'risi. Loqal bittagina maskamni qildingizmi? Yo'q deydi. Loqal yuzingizni deyman, bitta tavsiyalarimdan bittasini qildingizmi? Yo'q deydi. Nimaga? Ayin sizga kelib, sizdan tavsiya olib keyin boshlamoqchi edim. Noto'g'ri-da bu. Boshlang, любой bitta umvalkani oling, yuzingizga mos o'rgatyapman-ku, masalan, quruq yuz uchun, har kungi kirlanishi tozalash uchun.
judayam hali bir yog'li yuznikini olib qo'ymaysiz-ku siz, yo problemli yuznikini olmaysiz. Yuzingizni yerini bilasiz qanaqaligini. Oling, umyvalka yuving yuzingizni. SPF'ingizni suring, kechqurungi kremingizni surib yoting. Haftada 2-3 marta o'rgatgan maskalarimni qiling. Tuxumli maska, tam boshqa hammasi bu yuzga mos narsalar, har qanday yuzga tushadi. O'rgatadigan narsalarim. Qilinglar shularni, hattobi o'shalarni ham qilmaydigan ayollar borda. Kelasizlarda keyin vitaminingizni qilib qo'ying. Keyin kelasizlar 2 hafta yoki 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin unaqa rezultat ko'rmadim. Men boshqacha bo'ladi deb o'yladim. Nima bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Siz yuzingizga boshqacha o'zingiz mehr bermayapsiz. Qanaqa qilib mana oddiy bitta vitaminim sizga boshqacha qilib qo'yadi sizni. 50 yil qaralmagan yuzingizni, 40 yil qaralmagan yuzingizni. Poetim o'rtoqlar, mani dardim qo'zg'asa, to'xtamay gapirishim mumkin, chunki bu mani dardim haqiqatda. Men ayollarni hadeb kosmetologga qat'iy urishiga qarshiman. Lekin yuziga parvarish qilishiga, yuziga uhud, yuvib, tozalab yuzi har kungi kir ekologiya rasvo hozir. O'sha narsalarni tozalab, yuvib, ozuqasini berib, tinchlantirib, buni mamnaqa tatay qilib, yuzimizni yaxshi ko'rib, mehr berib, erkalab qo'yishimiz ertaga 70 yoshda o'z natijasini ko'rsatadi. Ertaga 70 yoshda burishgan, turshak bo'lib qolmaysiz. Tushunyapsizmi? Qanchalar mayli turshak bo'lib qolsa ham yuzingiz ba'zan mayli deyman ayollarga, og'rimayapti hech qatingiz, dalsha yashayvering endi deyman. Lekin baribir tirishmagan yuzni ko'rsangiz, ertaga chiroyli, nurli, yaltirab turgan, mana bu shochkalari rozova bo'lib turgan ayollarni ko'rsangiz, havosingiz keladi-yu. Uni hozirdan boshlash kerak, uni vohlikdan boshlash kerak. Yuzga parvarish qilishi. O'shaning uchun azizlarim, parvarish doim bo'lishi kerak. Hozir menda nima bo'ladi? Значит, menda hozir yuzimni yuvaman. Bugun mana shu umyvalkani ishlatishni xohlayapman. Skin Dora, chunki bu umyvalka ham menga juda